Azizlar, Assalomu assalomu alaykum. alaykum. Bizni talabamiz Nazrullohbek 3 marta 4 marta. Voy, 4 marta atkazdan keyin 5-chisiga viza olib turib, men hayron qolganim. Men kecha o'zidan o'zi xursand bo'layotgandim. Bu bolani kelishi ekanda. Voy, mashalloh. Siz qanaqasiga bunaqa yutuqlarga erishdingiz? Yana men bitta narsani aytib o'tay. 3tasi farshinli hujjat degan, ya'ni tekshirilmadi degan 6-band bor. O'shan bilan olgan, bittasida 8-band moliyaviy yetishmovchilik. Va 4-si o'sha moliyaviy yetishmovchilikdan keyin mana kasbiy ta'limga oldilar oxir. Elchixonadan oldilar. Kasbiy ta'limingiz kollejmi? Kollej degan. Juda ham sensatsion bo'ldi, Salom Nazrulloh. Koreya dasturimizni mehmonlari mana bolajonim. Gapiring. Avvalambor assalomu alaykum. Barcha yaqin tanish bilishlarga. Mana rizqimiz bor ekan, Koreyaga yetib keldik. Mana avvalambor rizq Allohdan, masalan, ota-onamizga, masalan, tanishlarimizga, yaqinlarimizga bu Uz International orqali ikkita akamizga ham yetib kelgan. Biz ham mana Xudo xolasa bugun nasibimiz mana shu yerga ekan, yetib keldik. Hammalariga rahmat kattakon. Bu bolajonimizni ikkita akalari biz olib kelganmiz Koreyaga. Yana bizga ishonib, shuncha 4 ta atkazdan keyin 5-chisigacha kutganiga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Albatta. Bolajon, menga bolalarimizga tushuntirib yuboring, mabodo bizni bolalarimiz mazkur bolalar atkaz olyapti ekanda hozir meni eshitishimcha. O'zbekistonda o'zbeklarni pul popchi nima deylardi? Nelegallik, qonuniga chiqqani. Qonuniga ko'p chiqqani uchun ko'pchilik atkaz olyapti. Lekin siz hozir mana 4 tadan keyin ham yana 5-chisiga harakat qilsiz. U nimaga, nimadan? Akangizlar sizga kuch berdimi? Nima kuch berdi? Nima sizga motivatsiya berdi? Qazoga odam ketib borar ekanda. Ko'pincha qilmayman, bo'lmadi ekan. Sizga nima kuch berdi? Endi mana shu avvalambor mana shu Koreyaga qiziqishlarimiz sababli endi akalarimiz mana shu yerda o'qib ishlab yurganligi uchun biz ham shu sohaga qiziqqanligimiz uchun yetib keldik. Qaytmadik deng. Qaytmadik. Tavakkal bosib, Tavakkal. Voy, ko'rdilaringmi, tavakkal. Payg'ambarimiz ham o'rgatganlar, tavakkal. Allohga tavakkal qilinglar va harakat qilinglar. Shu gapni o'rgatganlar, qaranglar. Necha yuz ming yil oldin. Albatta. Omad tilayman barchalarga. Alohida rahmat sizga ham, irodangizga ham qoyil. Sizlarga ham sog' bo'linglar. Bu yog'i ham chiroyli bo'laversin. Hayitlarda ko'rishish nasib qilsin. Hammaga omad.